Xitoyning yuqum qarshi turish siyosatida davolg'ish paydo bo'layotgan bo'lib, 20 yangi yuqumlanish qarshi turish tadbirlari kontrol qilishni bo'shashtirishni planlagan bo'lsa-mo, Xitoy virusi yuqum ahvoli nurg'un joylarda qaytadan kuchayib, kontrol qilish yana bir qadam kuchaymoqda. Xitoyning Sharq Turkistonda xalqni atalmış karantina nomida uylariga va kollektiv kuzatish markazlariga qamab qo'yganiga 100 kundan oshdi. Yaqinda o'tirg'i chiqqan qisqa video ko'rinishlari atalmış kollektiv kuzatish markazlari nomidagi qamoqxonalarning haqiqiy aptibashirisini oshkorlab berdi. Bir videoda bir Uyg'ur ayol bir kollektiv karantin markazidagi nachar muhitni tonishtirgan. Karantina nomidagi bu markazlarda amaliyotda hech qanday karantin tadbirlari yo'l qo'yilmagan bo'lib, tozliqmi intayin nachar ekan. O ayol bu yer karantin markazimi yoki bir yig'ilish markazimi deb savol qo'ygan. Yilda bir qitim o'tkaziladigan xalqarodagi nopozliq bexatarlik yig'inlaridan biri bo'lgan Halifax xalqaro bexatarlik munbiri 18 noyabr boshlangan bo'lib, yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa so'z qilgan. O sözüdə Xitayning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligiga va insoniyatga qarshi jinoyatiga 6 yil bo'lay degan. Shundaqla 3 milliondan ortiq Uyg'ur hozirmi jazo lagerlariga qamalgan bo'lsa-mo, lekin xalqaro jamiyatning bu jinoyatni javobgarlikka tortishda hech qanday harakat qilmaganligini tanqid qilgan. Bu bir Uyg'urning Halifax xalqaro bexatarlik munbirining yig'iniga tunji qitim qatnashishi bo'lib qolmay, balki yana 3 nafar Uyg'ur vakilining birli vaqtda bu yig'inga qatnashishi, nutq so'zlashi, shundaqli bir Uyg'urning tunji qitim chet el davlatlarining prezidenti va davlat mudofaa ministri bilan bir sahnada so'z qilishi hisoblanadi. Kanadaning Nova Scotia o'lkasidagi Halifax shahrida boshlangan bu yig'inda Dolqin Aysa Kanada davlat mudofaa ministri Anita Anand, Estoniya prezidenti Alar Karis, Amerika Kengash palata a'zosi Jane Sheehanlarning qatorida yig'in sahnasidan o'rin olgan. O savol-javob shaklida o'tkazilgan kanadalik siyosat mutaxassisi Janice Steinning riyosatchiligidagi bu yig'inda dunyoning faqat Ukraina urushi va Xitoy virusi sababli mushkul bir vaziyatga duch kelmayotganligi, balki Xitoyning sababidan klimat o'zgarishi va istibdodlikning boshqa davlatlarga tarqitishiga duch kelayotganligini bildirgan. 2017-yildan beri 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar jazo lagerlarida yetayotgan bo'lsa-mo, ammo dunyoning buningga sukut qilayotganligini ayiblagan. Dolqin Aysaning ko'rsatishicha, gerçi xalqarada Xitoyning qirg'inchiligiga qarata cho'qonlar ko'tarilgan bo'lsa-mo, biroq qirg'inchilikni to'xtatish uchun nuqul so'zlab qo'yish kifoya qilmaydiganligini, navbatda Xitoyning boshqa davlatlarga istibdodlikni eksport qilayotganligini, Xitoyga qo'shni davlatlarning hech birining bexatar emasligini bildirdi. Chet el taratqularının oshkorlashicha, Xitoy hukumati nurg'un joylarda aldamchilik usullarini qo'llanib, uy-mulk savdosini jonlantirishga hili ishiltib, o'zlari sotgan yerlarni ko'plab setib olish uchun yangi shirkatlarni vaqt qurib chiqqan ekan. Dokladda mundaq deb ko'rsatilgan. Bu yil Xitoydagi 22 shahardagi yer kim ortiq savdosida taxminan 60% yer hukumat qo'llagan shirkatlar tarafidan tuvan bahoda setib olingan ekan. Bu xildagi setish va setib olish mashg'ulotlarning yana davomlashishi mumkin ekan. Fransiya axborot agentligining 21 noyabr xabarida aytilishicha, Xitoy bilan Qatar o'rtasida to'xtamnoma tuzilib, Qatarning Xitoyni 27 yil suyuqlantirilgan tabiiy gaz bilan ta'minlashi kafolatlantirilgan. Qatar energiya ministri bayonot berib, davlat egiligidagi Qatar energiya shirkatining Xitoy neft ximiya shirkatiga har yili 4 million tonna suyuqlantirilgan tabiiy gaz eksport qiladiganligi to'g'risida to'xtam tuzilganligini, to'xtamning 27 yil davomlashadiganligini jakarlagan. O yana mazkur to'xtamning tarixdagi suyuqlantirilgan tabiiy gaz savdosini ko'zda tutgan eng uzun muddatlik mal ta'minlash to'xtami ekanligini degan. Xabarda qayd qilinishicha, Rossiya Ukraina urush portlagandan buyon Yevropa davlatlarining energiya jihatda Qatarga bo'lgan ehtiyoji ko'rinarlik oshgan. Ammo Qatar bilan Yevropa o'rtasidagi suhbatlar izchil holda unumga erisholmay kelgan. Chunki Germaniyani o'z ichiga olgan bir qancha Yevropa davlatlari Qatarning Osiyo davlatlari bilan uzun muddatlik to'xtam imzolashiga qarshi turib kelgan ekan. Navbat Qatar dunyodagi suyuqlantirish tabiiy gaz ishlab chiqarishda eng oldingi davlat bo'lib, ishlab chiqarish saviyasi Amerika va Avstraliya bilan teng darajada turadi ekan. Xitoy neft ximiya shirkati bosh lideri Ma Yongxin bu to'xtam haqida bayonot berib bundoq degan. Bu tarixiy xarakterlik to'xtam bo'ldi. Qatar dunyodagi eng chong suyuqlantirilgan tabiiy gaz ta'minlash davlati. Xitoy bo'lsa Qatarning eng chong import davlati degan.
Dolqun Eysa va Ömer Qanat boshchiligida lager shohidlaridan Qalbi Nur Sidiq, Ömer Bekali va boshqa da'vo aktivlaridan tashkil qilgan bir guruh kishilar Avstraliya parlamentida guruhlarga bo'linib, parlament a'zolari va kengash palata a'zolari bilan ko'rishib, vatanimiz Sharq Turkistondagi kampa, lagerda turayotgan, shundaqla hozirgi karantin bahonasi bilan och qilib o'ltirilayotgan, hayvonmi turmaydigan yerlarda ayirib kuzatish bahonasi bilan turib qilib ichinchlik ingrayotgan, shu chorasiz qolgan xalqimizning zulmlarini dalil paketlar, videolar bilan anglatish bilan birga Avstraliya hukumatining Xitoy hokimiyati bilan bo'lgan har qanday hamkorlikda adolatni yoqilishini, irqiy qirg'inchilikni to'xtatishda haq maydonida turishini, majburiy emgak mahsulotlarini to'xtatishni, Xitoyga ham sherik bo'lib qolmasligidan ogohlantirgan. Bu guvohlik gruppasi Avstraliya parlamentining qo'llashiga erishgan. Avstraliyaning har qaysi shaharlaridan uzun musofirlarni besib kelib, parlament sirtida sovuqda necha soatlab turib namoyish qilgan qarindoshlarga ovoz qo'shgan. Vatanimiz Sharq Turkistonni shundaq fidokorlik ko'rsatilganda, milini, vaqtini, barliqini atiyolganda, qurbon berilganda ozod qilg'ili va qirg'inchilikdan qutuldirg'ili bo'ladi. Yevropa İttifaqı Xitoyning Sharq Turkistondagi qabihliklarga chechishlik 4 nafar amaldori bilan bir hukumat apparatiga yurgizgan jazosini yana 1 yil uzatmoqchi bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda Yevropa parlamenti 22 noyabr kuni Yevropa İttifoqining jazolash tizimligiga texmi ko'p Xitoy amaldorlarini kirgizishni munozara qilgan. Yevropa İttifaqı ilgari atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin mudiri Ju Xaylun, siyosiy qonun komitetining sobiq sekretari, hozirgi Tibet partikomining sekretari Wang Junjiang, siyosiy qonun komitetining sekretari Wang Mingshan, JX nazoratining noziri Chin Mingo va Xitoyning ishlab chiqarish qurilish bintuanini jazolagan. 100 yil yuqori 4 shaxsni Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni nishon qilgan keng ko'lamli taqib, tutqun va mingyuyish programmasining loyihaliguvchilaridan deb ayiblagan. Shundaqla bintuanni bu xalqlarga qaratilgan keng ko'lamli tutqun va xo'rlash qilmishining javobkori deb ko'rsatgan. Janubiy Xitoy shahar pochtasi gazetining bildirishicha, Yevropa komissiyasining bir komiteti 30 noyabr kuni jazo muddatini uzartishni muzokara qilib, 5 dekabr tashqi ishlar ministrlarining yig'inida tasdiqladi ekan. Bu 2019 yil mart oyida yo'l qo'yilishga boshlagan bu jazoning kelar yil mart oyida qayta yangilanganligini ko'rsatgan. Bu jazo Yevropa İttifaqı bilan Xitoy orasida misli ko'rilib boqmagan diplomatik surkilishni keltirib chiqargan. Janubiy Xitoy shahar pochtasi gazetining vaziyatdan xabardor diplomatlarning so'zlaridan naql keltirishicha, Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyatida hech qanday bir yaxshilanish bo'lmag'achqa jazoni uzartish qarori dekabr oyida hech qanday munozirasiz ma'qullanishi mumkin deb qaralmoqda. Atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik partikom sekretari Ma Shingray ilgari G'ulji qatorliq joylarda yurgizilib, ocharchilik paydo qilgan va nurg'un odamning o'lishini keltirib chiqargan qattiq karantin tadbirlarini Qashqarda qat'iy hal qilg'uch va eng qattiq ravishda yo'l qo'yishni talab qilgan. Ma Shingrayning yuqorqi yo'l yo'riqining 2017-yilda boshlangan cho'ng tutqunda ig'ir talafotga uchirgan bu rayonlarda G'ulji qatorliq joylardagi karantinda yuz bergan fojialardan ig'ir oqibatlarni keltirib chiqarishidan andish qilinmoqda. Atalmış Şinjan gazetining xabar qilishicha, Ma Shingray 21 noyabr kuni Qashqarga berib, Xitoy virus yuqumi qarshi yo'li qo'yilgan karantin tadbirlarini ko'zdan kechirgan. U Qashqarda bergan yo'l yo'riqida navbatdagi yuqumning oldini olish va kontrol qilish vaziyatining ig'irligi va murakkabligini aniq tunib yetib, uchta tavranmaslikda qat'iy ching turish, ya'ni qat'iy hal qilg'uch va eng qattiq tadbirlarni yo'l qo'yib, tarqalish zanjirini tezdan to'sib, yuqumning tarqalishini cheklash va uni eng tuvanchakka tushirish kerak degan. Ma Shingray so'zida konkret qandaq hal qilg'uch tadbirlarni elishini talab qilganligi tilga ilinmagan bo'lsa-mo, rayondan tarqalgan uchurlarda Xitoy doiralarining fuqarolarni sharoiti intayin nachar, cho'ng ko'lamdagi lager shakllik o'rinlarga kollektiv qamaganligi ko'rsatilmoqda. Turkiyadagi Qarar gazetining 21 noyabr e'lon qilingan bir xabarda Xitoyning yuqumni bahona qilib Uyg'urlarni o'lim karantiniga mahkum qilganligi, Urumchidagi bir karantin lagerga oz deganda 600 kishining so'langanligiga doir videolarning tarqalganligi bildirilgan. Atalmış Şinjan gazetining xabarida aytilishicha, Ma Shingray Qashqarda qilgan so'zida yana yuqumdorlar va ular bilan uchrashuvchilarni yo'tkash, yig'ilish va ayirib o'tish unumini o'stirishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Ma Shingray bilan o'xshash bir vaqtda atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumatning raisi Erkin Tuniyaz Xotanga berib qamal tadbirlarini ko'zdan kechirgan ekan. Erkin Asiya radiosi 23 noyabr xabarida bino xabarlari tori Bangkokdagi portlashga javobgar deb qaralgan ikki Uyg'urning 22 noyabr kuni sotlanganligini xabar qilgan. 7 yil burun Bangkokdagi portlash voqeasiga mas'ul deb gumon qilinib tutilgan ikki Uyg'ur gumondor bu sotda o'zlariga foydasiz guvohlik so'zlarini anglagan.
Xabarda bildirilishicha, Bilal Muhammad bilan Yusuf Mirali ismli bu ikki Uyg'urni sotlash tarjimon masalasi va Xitoy virus yuqumi sababidan kechikib ketgan ekan. 22 noyabr kuni Taylandning bomba bartaraf qilish mutaxassislari va ikki soqchi sotda guvohlik berib, bu ikki Uyg'urning 2015-yil 17 avgust kuni Taylanddagi bir butxonni bomba qo'yib portlatganligini, 20 odamning o'lib, 100 odamning yaralanganligini aytgan. Agar u ikkaylanga bomba saqlash va qaslab odam o'ldirish jinoyati bekitilib qolsa, ular o'lim jazosiga duch keladi ekan. Sotdagi aqlag'uvchi advokat Chuchart Kanpay sotda o'ttiriga qo'yilgan isbotlarning gumonliq ekanligini bildirgan bo'lib, naq maydonga boshda borgan saqchilar emas, askarlar ekan. Saqchilar yetib kelishdan burun naq maydonga shubhalik narsalar tashlab qo'yilgan ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, Taylanddagi bir amaldor bu portlashning Xitoyga qaytarib berilgan 100 Uyg'ur sababidan Taylanddan o'chilish uchun planlanganligini, agar bu ikki Uyg'urga o'lim jazosi berilgan taqdirda Xitoyda ijro qilinishi mumkinligini bildirgan. Navbatda bu sotning taraqqiyoti taratqularning diqqat nazarida bo'lmoqda. Amerikaning iqtisod xabarlari kanali bo'lgan Reuters agentligining xabar berishicha, Xitoyning iPhone qatorliq elektr uskunalari yasaydigan Fushikan zavodining necha yuz ishchisi hukumatning yuqumni tizginlash siyosati va zavodning xaroblashgan vaziyatiga norozilik bildirish harakati qo'zg'agan. Xabarda ko'rsatilishicha, Jingzhongdagi Fushikan zavodining ishchilarga beradigan mukofot pulini orqaga surganligi bu norozilik harakatining boshlanishiga sabab bo'lgan. Xitoyda kam ko'rilgan bu harakat mazkur zavodda yuz bergan qamal siyosatiga qarshi norozilikning avjiga chiqqan holati deb qaralmoqda ekan. Bu ishchilar 23 noyabr kuni atiganda Fushikan zavodining oldiga kelib, ish haqimizni ber deb shuar to'lab norozilik bildirgan hamda zavodning oldi darvozasidagi kameralarni chiqib etgan. Yerlik hukumat kuchlari ularga yosh oqquzish bombasi otgan. Jingzhoudagi Fushikan zavodi aslida 200 ming ishchini qabul qilgan bo'lib, yuqumni qamal qilish siyosati keltirib chiqargan ma'lumotchilikdan necha minglagan ishchi zavod qorosidan qochib ketgan. Zavod ularni tutib qilish uchun yuqori maosh va mukofot berishni va'da qilgan, ammo bermagan. Jingzhoudagi Fushikan dunyo bo'yicha eng chong iPhone ishlab chiqarish zavodi bo'lib, dunyodagi 80% iPhone bu zavoddan chiqadi ekan. Navbatda bu zavodning ishlab chiqarish to'xtab qolgan bo'lib, bu oyning oxirigacha emgak kuchi tepib ishlab chiqarishni asliga keltirish mumkin emas ekan.